Assalomu alaykum temir mahsulotlarining hurmatli kuzatuvchilari. Bugun ko'radigan temir mahsulotimiz pechka. Pechkalarimizni ko'rib chiqamiz. Xullas, bugungi obzorimizda pechka. Pechkalarimizni ishlarini ko'ramiz. Mana qopqoqlari ham lazerda kesilgan, umuman tutamaydi. Chiroyli qilib qo'lda kesilmagan. Undan keyin mana o ichiga temir qo'yilgan. To'g'ri chiqib ketaveradi-da, umuman tutamaydi. Bu bir teshikli varianti. Uni ikkita teshikligi bor edi, bitta ikkita teshikligi bor edi. Uning ustiga qoldi. Ular shu pechkalarimiz. Narxlari 350 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani, Dehqonobod qishlog'i. Pechkalarda sifatiga lekin gap yo'q. Vobshe cho'tki yasab qo'yishgan ekan. Hamma pechkalarimiz bir xil. Uzunasiga 70 cm, buyog'iga 30 cm, bo'yi shu 43-42 atrofida bo'ladi. Kuldonlari ham bor pastida. Bu setkalari chugum bo'ladi. Xullas, kimga qiziq bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Like bilan obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.